G'ish nima ma'noni beradi bu? Ha, bu demak O'sha bu nima ma'no beradi? Lekin to'xtash mumkin, to'xtatib turish mumkin emas belgisi ekan. To'g'ri to'xtagan ekanman, qonun buzmagan ekanman. to'xtang. Bu demak avtobusga belgi, to'g'rimi? Hop, mana ketyapti. Mumkin emas to'xtash, tushunarli. Bu yerga to'xtamaysan, ana narga bu yoqqa kirish yo'lagi bo'lgani uchun yana gangitdan belgi qo'yyapti. Tak, tushunarli. O'tga ham kirmaydi. Endi bu yoqqa kirgan avtobus mumkin emas bo'lyapti. Ana taqiqlovchi belgi avtobusga ham emas. Nimaga u avtobus kirib ketyapti? Ana g'ish taqiqlovchi. Men ham o'shanga hozir tushunmay qoldim-da. Belgi ham lekin ancha eski ekan-ku, rostmi olib tashalmagan-da. Agar mantiqsiz deb o'ylangan bo'lsa ham, tepasidan yangi belgi qo'yib qo'yilgan. Tepadagi belgi ancha yengiligi ko'rinib turibdi. To'g'ri, lekin nargi belgi ham turibdi-da baribir. U eski bo'lsa ham, lekin o'sha taqiqlovchi yo'lga kirganligi uchun jarima bor-da. Shunaqa. Men ham hozir kirib chiqdim shu yerda. Bu suiiste'mollik-da. Hozir deganim bu yerda muammo menimcha belgi qo'yuvchilarda e'tiborsizligida. Kirish mumkin emas. Kirish mumkin emas. Tepadagi 10 minutgacha to'xtaydik. To'xtab, ozgina to'xtash odam olib, keyin ha, bir pastani. Endi mana bu kirpishchi. Umuman kirish mumkin emas. Nega unda avtobus kirib ketyapti? Avtobus emas, taksilar ham kiradi. Taksilar ham kiradi. Nega kiryapti? Shunda belgi noto'g'ri qo'yilgan bo'lyapti. Siz haydovchimisiz? Ha? Noto'g'ri qo'yilganda kirish mumkin emas. Chunki qara yo'ldan odam tushirib ketmaymiz-ku biz. Shunda nima belgi qo'yuvchilar nima bilmaydimi shunaqa narsalarni? Endi bilmadim, u belgi qo'yuvchilar bilsa kerak menimcha. Lekin odam yo'ldan tushirib ham keta olmaymiz biz. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Siz invalid emassiz-a? Lekin invalidlar joyida turibsiz, bilasizmi? Bizda oddiy narsalar lekin e'tibor qilmaymiz. Chet ellarga borsangiz Shunaqa. Oling demayapmiz. Xolasangiz turaversin. Shunchaki oddiy so'rayapmiz-da, invalidlar, ya'ni imkoniyat cheklanganlarni parkovka deb qo'yib qo'yibdi-da. Bu yerga shunaqalar qo'yish kerak-da, endi biz bilishimizcha. Lekin bunaqalar ham qo'ymagan. Xohlasangiz oling, xohlamasangiz olmang, biz ishlansa emas. Biz shuki mana Yo'q, savol qarang. Botga qo'yilishdan maqsad bo'lgan ehtiyojdan kelib chiqmadingiz-ku siz, to'g'rimi? Shuncha joy bor-ku hali. Shuncha bo'sh joy turibdi. Ha, juda ko'p nima qiladigani, kuzatiladigan mana shunaqa joylarda juda ko'p chiqindi yotadi. Ko'ryapsizmi? Buni tozalaydigan odamlar. Mana shu mashinadan kelib ko'pincha tashlaydiganlar. Axlat ko'chada bo'lish kerak, mashina ichi toza turishi kerak. Uyini ichi ham toza turishi kerak, axlat ko'chada turishi kerak. Axlat bo'lishi Ha, kerak. shunaqa. Ishi yo'q, lekin o'zi shu axlat ko'chadan yuradi. U bilan ishi yo'q. Shunaqa. Ozgina farosat degan narsada. Shu farosat belgisini ham yo P mi yo F mi degan belgi qilib qo'yish kerak. Ketdik. Mana nihoyat men taqamiz birinchi qiladigan ishimiz. Albatta. Menda bu refleks. Menga ham shunaqa. Nimadir ham yo'qdek his qilaman agar shu narsa bo'lmasa. Xuddi soatdek bo'lib qolgan. Qancha o'zi parkovka? Kirish o'zi 20 mingmi? Kun davomida bemalol kelaversam bo'lar ekan deb qo'ygani. Bir marta kirsa, keyin kun davomida yana kirsa tekinmi endi? Mantiqan shunaqa bo'lish kerak, chek bor-ku. 10 soat tursa ham odam olib chiqadi-da. Sharoit qilib qo'yilgan 1 soatda to'xtaydi 20 ming bo'ldi. Biz yana kelamiz. Qarang, mana bitta taqiqlovchi belgi, lekin bari mashinalar majbur-ku to'xtashga. Unda nimaga belgi qo'yib qo'ygan? Uni bizga ishlaymasmizda deb. Odam noqulay bo'lganda, bari odamlar to'xtaydi shu yerda, bari. Yo'q, qarang, to'xtashini bitta katta sababi ham bor-da. Mana men kam pul topadigan odam deb hisoblamayman-da o'zimni, lekin shunga qaramasdan 20 ming qimmat deb o'ylayman hozir shu yerga. Ayo, to'g'ri, 1 soatdan oshiq keladi. Endi misol 1 soat 10 minut bo'ldimi, nima bo'ldi? Men oldinga meni fikrim qarang, taqiqlovchi emas, mana bitta chiziq bor-ku, to'xtab tushirib ketadigan belgi qo'yish kerak ekanda. Bari odamlar to'xtab tushirib ketyapti. qayta tushirsin degan savolni qidiryapsiz. Shuni aytaman-da, baribir Samarqand pitak deyishadi bu yerda. Eng qizig'i, ikkinchi, uchinchi polosalarga ham to'xtab olishganda. Majbur endi hozir. Mana shunaqa
Birinchidan to'g'ri madaniyat ham yetishmaydi, odamlar u belgiga qarayotgani ham yo'q. Yo'q, nima bo'lgan taqdirda ham sal pastroq tushish imkoniyatini mayli, odamga sal noqulay bo'lsin, lekin mana bu ikkinchi, uchinchi polosalarda to'xtash chiziqlarda noto'g'ri deb o'ylayman. E'tibor qilyapsizmi, yashillik ko'payib qolgan. Hozir eng paytida. Yo'q, mana bu yerda kichkina daraxtlar yo'q edi-da 1-2 yil oldin. Ha, yo'q. Mana ekilganlar endi bo'y ko'rsatadi. Men o'ylaymanki, znakka bekor pul ishlatib o'tirgandan ko'ra, agar qulaylik qilish sharoiti bo'ladigan bo'lsa, arzonroq parkovka paydo qilish kerak deb o'ylayman. 20 ming qimmat bo'tga. 1 soatda 10 minut turgan odam Shundan bu yerda mashinalar yo'l yoqida turgan bo'lsa. O'shada. Hamma narsa baribir shu ekonomikani orqasidan kelib chiqadi, iqtisodiyot orqasidan kelib chiqadi. Boshqa joylarda 5000 men ko'p kirib turaman. Shunaqa. Hatto Toshkent City olib tashladi, 0 qilib qo'ydi. 4 soatdan oshuvga keyin 30 mingmi yozadigan qilib qo'ydi. Men Toshkent City tekinga kirib yuribman. Ya zo'r bo'pti-ku. Cityni o'zi emas-da, mall. Past parkovkasi bor-ku o'zini. Ha, mall. Ha, yo'q, shunisi ham qulay. Mall birinchidan tinchroq, ikkinchidan to'g'ri shudan mallga ko'tarilib ketib, keyin aylanib chiqib yursa bo'ladi. Yaxshi qilibdi, 1 soat, 2 soat qilmaganda 4 soat qilib qo'yibdi. Gap yo'q dedim. Oldin men ko'p kelib turardim-da, 10 minut turganimga ham 30 ming to'lashimga to'g'ri kelardi. Chunki qo'yib ketkim kelmas edi ko'chalarga. Bosh o'rtadan shunaqa setka tortib qo'ygan, odamlar setka tortib qo'yganda odamlar o'tmasin, lekin baribir o'tadi shu yerdan. Mana bu yerga ham mumkin emas mana to'xtash. Lekin mana bu narsa sotib turibdi, majbur kimdir to'xtaydi. Mana hatto GAIni o'zi ham shu yerda to'xtab anav qilyapti-da. Mana shu ulardan so'raymiz, mana shu to'xtash turmaslik belgi betga amal qiladimi yo'qmi? Lekin biz to'xtab qo'ydik. So'rashun to'xtadikda. So'rashni to'xtadik. Endi nima qilamiz? Assalomu alaykum aka. Qaraysiz, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Kuch-quvvat charchamayapsizlarmi? Qara bitta savolda, ana yerda burchak bor-ku, mana ayrilyapti mana bu yerdan. Shu yerda taqiqlovchi belgi turibdi-da, u qanchagacha kuchi? Taqiqlovchi. Bu taqiqlovchimi? Ha, umuman to'xtash X da 327. Keyingi belgigacha yoki yuqorigacha? Hozir bu yerga deysiz qiladimi, yo'qmi? Bu yergacha. Yo, mayli, kiroshni o'rtaga qo'yib qo'ygan. Ana ham ta'sir qiladi uni. Ana ham ta'sir qiladi. Unda baribir odamlar to'xtayapti, u qanday ular unda vaziyatdan chiqadi? Hozir misol biz bu yerda to'xtaganimiz uchun endi biz javobgar bo'lamizmi, yo'qmi? Siz javobgar bo'lasiz. Yo'q, men emas, boshqasi bo'lsa-chi. Unda yo'q, siz deysizlar-da. Yo'q, deganim, balki belgini sal ana to'g'rilash kerakmi odamlarga qulay qilib, nima qilish kerak? Bo'lmasam ko'payib ketadi deysizmi to'xtovchilar? Ayerdan hali ham oshib o'tyaptimi odamlar? Ana o'rtadan, setkadan. Shu masalasini ko'rish kerak. Rahmat, charchamang. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Menimcha siz xodimlardan bu narsani mantiqsiz degan javobni hech qachon ola olmasangiz kerak. Endi men ular obyektiv fikrini so'rayapman. Endi ular o'zini kasbi ishidan kelib chiqib aytayapti-da, mana men bu yerlarda ham mumkin emas. Ilgari mamtlar ham to'lib ketgan bo'lar. Hozir yo'q yaxshi ham. Hozir mana shu yerda eng katta kuzatiladigan muammoda qarang, shu yerda sekin yuringda. Odamlar setkadan oshib o'tishadi-da. Bozorga o'tayotgandan Yo'q, u betga bu betga o'tishadi-da mana shu yerda. yo'l bormi o'zi o'tadigan bu yerda? Yo'q, yer osti yo'li bor bitta. Mana bu yerda? Ha, bitta bor, mana shu yerlarda bor edi. Lekin bari yer ustidan o'tishadi-da odamlar, juda ham. Ana ko'ryapsiz mana. Ana odam kesib o'tyapti. Bu yer katta yo'lda, juda ham noqulay, mumkin. Iloji yo'q ana o'tish. Lekin Bilmasmikin, nima deb o'ylaysiz shu yer osti yo'li borligini? bilmadim, men qolib ketdi shekilli, yer osti yo'li qayerdadir bor edi shu yerda. Bittada, ana yerda qolib ketdi orqada. Lekin odamlar asosan taksiga chiqadi-yu mana shu yerdan. Bar mana shu yo'l yoqiga chiqib qoladi-da, mana zapret znak, lekin shu yerga to'xtaydi. Xo'p, nima qilish kerak? Yer usti yo'li qilish kerakmi bu yerda? Yana qo'shimcha yer osti yo'li kerak. Mana bu odam o'tyapti, ko'ryapsiz-da mana. Ya'ni men buni yopib qo'ygan edi, 2 metr qilib qo'ydi. 2 metrdan ham oshib o'tishardi. Hozir sal yana to'g'ri yuravering. Yoki ma'lumot beruvchi anaqalar kerakmi, belgilar kerakmi? Qarang, bu yerda ham taqiqlovchi belgi umuman mumkin emas to'xtash, lekin hamma biladi buni, hamma shu yerda to'xtatadi. Taqiqlovchi belgi qo'yib qo'ydim degani muammoni yechimi emas-da. Mana o'rtada o'ng tomonda ochiq yer turibdi, to'g'rimi? Ana shu yerga xavfsiz kirib chiqib, o'sha yerdan odamlarni oladigan sharoit qilish kerak-da. Meni fikrim. Chunki yer bor-ku joy. Endi ozgina xarajat talab qiladi.
ba'zi joylar buzib qayta quravergandan ko'ra shunaqa joyga balki sarflash kerakdir. Yer osti yo'li bo'tga qisib bo'ladi, lekin shahar hamma yog'iga ham yer osti, yer usti yo'llar qilib tashlashini men tarafdor emasman. Shahar ichida bor-ku. Yo'q, shahar ichida endi u xarajati ham ko'p birinchidan. Ikkinchidan yer usti juda ham noqulay, o'zini oqlamayapti. Chunki siz aytganingizdek bu bozor va o'tdan bo'tga o'tish juda ham ko'p bo'ladigan holat. Lekin taqiqlovchi belgilar turibdi-da. Mana hozir misol uchun qaysidir xodim, mana ichki ishlar xodimi indamasligi mumkindir, lekin u indamaydigan bo'lsa, u korrupsiya deb qaraladi. Faoliyatini suiiste'mol qilyapti kamida. Suiiste'mol degan ma'noda qaraladi. Kimgadir jazo qo'llaydi, kimgadir qo'llamaydi. Bu bitta o'rtog'im shu yerdan yugurib o'tib ketganda, 15 yoki 14 yoshmidim, bilmayman. O'sha paytda anaqalar yo'q edi, panjaralar yo'q edi o'tishda. Keyin men ham o'tganimdan keyin u yerda turgan ekan xodimlar, to'xtatishgan. Endi 10 yildan oshdi vaziyat holatga ham, lekin men o'shanda yer osti yo'li borligini bilmagan ekanman. Menga keyin tushuntirgandan keyin faqat shu yer osti yo'lidan foydalanish boshlaganman o'sha yerda. Ya'ni men aytmoqchi bo'lganim, bir xil joylarda balkim fuqarolarni ma'lumoti yetishmaydi. Bilasizmi, bu Abu Zahiy Bekbaraka O'zbekiston viloyatlariga xizmat qiladigan bozorda, eng katta bozorlardan. Va shunaqa holat bo'lishi mumkinki, odamlar birinchi marta kelayotgan payti ham ko'p bo'lishi mumkin bu yoqda. Men hatto shaharda tug'ilib o'sib ham shu narsani 14 yoshimda bilganman tushganimdan keyin. Ya va eng ko'p shu yerda yo'l transport hodisalari bo'lib turadi-da. Odamlarni bosib ketgan, boshqa qilgan. Men shu masala bo'yicha lekin shu holatlarni ko'rmadim. Rostdan anaqalar bormi unda internetga chiqqan vaziyatlarmi, qanaqadir? Endi ba'zilar chiqaradi, ba'zilar chiqarmaydi. Men ko'p ko'rganman bu yerda. Kuniga necha marta holat bo'ladi. Mana men bu yerda yaxshi ichki ishlar xodimi tartibga solib turibdi. Men o'ylayman, shu yerga musor qanaqa tushib qoladi axlatlarda? Mashinadan otib ketadi-da. Yo'q, aytmoqchi bo'lganim qanchalik farosat bo'lish kerak degan ma'noda. Eng yomon buni tushib tozalay olmaydi. O'shada iloji yo'q-da. Lekin tashlayveradi, shu chiqindixona bo'lib yotadi-da, Hindistonning eng battar shaharlariga o'xshab. Shuni yomon ko'raman men. Qozog'istonda shu narsaga juda qattiq qaraladi. Mashinadan axlat tashlab. Men birinchi marta 16 yoshimda borganimda bu narsani bilgan edim-da. Hatto ko'chada chakib turish bor-ku, u ham juda ham kuchli nazoratda Qozog'istonda. Jarimasi yaxshigina. Ani odamlar yoki iloji boricha bekinadi yoki chakuvchi joylarni qidirib topib chakishadi. Axlatni-ku umuman gapirmasa ham bo'ladi. Bir marta o'sha o'rtoqlarim bilan ketayotganda o'tda qozolar, o'zbek bola bor edi, men bilan birga borgan. Endi bizda o'rganishdi, oynadan olib tashlash shu paytda. Olib tashlayotganda, "He" degan edi, ani qattiq gapiryapti, tinchlikmisiz? Nima qilyapsan deyapti-da. Nima qilyapman? Axlatni tashlab yuboryapman deb oddiy gapiryapti-da, u ham. Jinnimisan, bilasanmi, bu yerda qanaqa unaqasi deyapti, jarimasi o'sha bo'lsa. Biz ham shunaqa kuzatuv kameralari qo'yganmiz. Mana men bu yerda mana xodim turibdi. Xodimni yonida mana to'xtab ketyapti. Ko'ryapsiz, mana taqiqlovchi belgi. Shunchalik ko'ryapsiz, xodimni oldida. Xodim ham indamayapti. Endi xodim ham vaziyatni tushunmayapti-da, ya'ni imkoniyat yaratilmaganligidan. Ya'ni imkoniyat yaratilmaganligidan. Men bularni qarang, hammasi taqiqlovchida turibdi. Biz endi sekin to'xtamasdan sekin yuramiz. To'xtab qo'ysak, biz ham qoidani buzgan bo'lamiz. Demak, bu yerda masala infratuzilmani yo to'g'rilamagan, yo farosat yetmayaptimi? Lekin ichkarida stanka bor-da. Bu taqiqlovchi belgilar nima keragi bor deyman-da. Ishlamasa deb-a? Ha, ishlamasa. Ya'ni demak, bitta nimadir noto'g'ri-da, ya'ni hisob-kitob, mana shu belgilarni qo'yishga ilmiy tadqiqot yondashuvi yo'q-da. Ya'ni bu yerda kelib olimlar yo tadqiqotchilar o'rganish kerak-da, buni ilmiy nuqtai nazardan qarash kerak-da. Keyin to'xta, mana bu joyga mana bunaqa belgi qo'ysak, bu mana bunaqa yechimga olib keladi. Keyingi kilometrda qanchadir mana kamaytiradi yo ko'paytiradi. Bizda unaqa yondashuv yo'q-da. Shu kimdir bitta xodimni, misol uchun o'rta darajadagi bitta xodimni, misol ma'lumoti, bitta taqdimnomami nimadir beradi, ko'rsatma shu asosda qo'yib ketaveradi. Men o'ylaymanki, yo'llar bu chetini baba bozorlarning oldida to'xtash mumkin, anaqasini qo'yish kerak. To'xtash mumkin, to'xtab turish mumkin emas bo'lgan belgini qo'yish kerak deb o'ylayman. 601 adashmasam yoki 301 Nimaga? Chunki siz aytganingizdek bir xilla shundoq ishini bitirib oladi-da, 1-2 minut ishini bitirib oladi yoki to'xtab olish kerak bo'ladi. Ular parkovkaga olib kirmaydi nimaga? Ko'rib turibsiz narxlarni. Agarda mabodo shunaqa bo'ladigan bo'lsa deb, menimcha o'shaning uchun ham va parkovkaga kirib chiqishi o'zi bu yerda bir dahmasada. Ya'ni endi iloji yo'q, mana qarang, bular mana ochiqcha tashlab ketyapti-da. Yo'lni qisib qo'yadi-da, yo'lda tirbandlik olib keladi. Imkon yo'q. Butun dunyoda o'zi parkovka muammo pullik-da. Endi shu yergacha kelgan odam 5-10 ming iloji yo'q shu parkovkadan foydalanib. Agar yo'q, parkovka qimmat bo'lganligi uchun biz kirmayapmiz desa, demak parkovkada narxini tushirib yoki parkovka egasiga subsidiya berish orqali hal qilish kerak.
Mana bular ham taqiqlangan belgida hammasi qo'yib ketgan. Menda Yaponiyada shunaqa holat bo'lgan edi. To'xtab turibmiz, juda ham bir markaziy ko'chada to'xtab turibmiz. Mashinada men so'rayapman. Qarang deyapman, mana bu yerda xodim turibdi deyapman. Siz xodimni oldiga kelib to'xtayapsiz deyapman. Xodim sizga indaydimi deyapman-da. O'zbek bola, o'sha yerda o'zida olgan guvohnomasini ham. Aytyapti, bu yerda deyapti Yaponiyada. Agar deyapti mashinaning ichida odam o'tiradigan bo'lsa deyapti, xodimlar hech qachon indamaydi deyapti. Chunki har qanday vaziyatda sen mashinani olib tashlashing mumkin deyapti. Ha. Shunaqa payt indamaydi. Men shundan kelib chiqib aytdim, hech bo'lmaganda birinchi chizig'i to'xtab turish mumkin. 10 minutgacha bo'lgan belgi bor-ku, o'shani qo'yish kerakmi degan fikr berdim. Hozir bu yerga uni qo'yadigan bo'lsak, 10 minutgacha mumkin degan belgi qo'yilsa-chi, yo'l to'lib ketadi mashinaga. Yo'q, shu bilan birga nazorat kerak-da. 10 minut o'rtacha nazorat kuchli-da. Ya'ni yuradida 10 minutdan oshdimi bo'ldi, ya'ni yozib ketaveradi. Ha, u yoqda endi shunaqa. Endi bu yerda bizda mashinani ko'pligini qarasangiz, shuni nazorat qila olarmikan? Lekin mana parkovkalar bor, bu yoqda bor. Ozgina odamlarni o'zida ham sal farosatdan qisib qo'ydim. Men albatta bu nima desa bo'ladi, ideal yechim deb aytmoqchi emasman. Bu shunchaki pul ishlatmasdan vaqtinchalik qilinadigan yechimlardan birimikan degan fikr berdim-da. To'g'ri. Mana unaqa turgan mashinalar yo'lda tirbandlik olib keladi-da. Parkovkalar bo'lish kerak. Parkovkalar pulli bo'lishiga ham qarshi emas. Men shuni tarafdoriman. Lekin iqtisodiyotdan kelib chiqish kerak hamma narsa. Nima cho'ntak bo'lib qo'ysin. Shunaqa bo'lish kerak. Muammo agar shunda bo'ladigan bo'lsa, demak parkovka egalariga davlat subsidiya berish orqali narx tushirish mumkin. Shunaqa ham qilish mumkin. Lekin men boshqa joylarda ko'raman, parkovkalar 20 ming masatda, 5 ming so'mda. 5 ming so'm o'rtacha og'irlik qilmaydi, kirib chiqadi. Ba'zi joylarda 3 ming. Yo'q, 5 ming, 10 minggacha bo'lgani ham men o'ylaymanki yaxshi. Kirib chiqish uchun. Yo'masa bu boylarni keladigan joy emas-da. Siz Toshkent Cityga kirayotganingizda sizdan 30 ming, 20 ming so'rasa, siz tushunishingiz mumkin. Mashina ham nima desa bo'ladi, boylar keladigan joyda turibdi, shuning uchun ham yaxshi qarab turishibdi degan fikrda bor. Bu tirikchilik qiladigan joyda. Oddiy xalqi tirikchilik qiladigan joyi. To'liq yo'l qoidalariga rioya qilib yurish mumkinmi degan narsa meni qiziqtiryapti mana shu. Qiyin, juda qiyin, chunki siz aytganingizdek o'sha mantiqsiz narsalar bor orada. Boyagidaqa g'ishli belgilar bo'lsa taqiqlovchi, lekin kirishingiz kerak. Ha, kirib qo'yasiz. Unda mabodo xodim sizni kelib jarima soladigan bo'lsa, bu kimdir bahslashadi, kimdir bahslashib ham o'tirmaydi. Shunaqa holatlar ham bo'lib turadi-da. Endi men o'ylaymanki, xodimlar o'tda borib shtraflar yoki jarimalar qo'yib yurishmaydi. Endi sharoit tushunadi. Ya'ni mantiqsiz narsani o'zligiga qilib qo'yishganligini ko'rish kerak. O'zligi deganda emas, aynan shu narsaga javob beradigan, anaqalarga javob beradigan, belgilarga javob beradigan. Qanaqa qilib shu madaniyatni rivojlantirsa bo'ladi? Nima deb o'ylaysiz? Endi biz hozir biz taklif qildik, hozir kadrlarni yig'ib o'sha aynan shu ishni qilayotgan odamlarni videoga olib, katta monitorlarda qo'yib bermoqchimiz. Shahar monitorlarida ochiqcha ko'rsatmoqchimiz, kimlar shu ishni qilayotgan. Ya'ni men aytmoqchi bo'lganim, bilasizmi, nima bo'lsa ham jazo orqali erishish har doim to'g'rimikan? Ya aslida noto'g'ri, lekin bizni tabiatda shunday bo'lib qolgan ekanda. Jazo orqali faqat erishish mumkin bo'lyapti holatlarga. Mana bunga qarshiman aslida, lekin ba'zan iloji yo'q-da. Masalan, mana shaharda ham, boshqa hududlarda ham cheklovchi oldindan bo'lsa aholi punktlarida tezlik harakatlanish cheklangan bo'lgan-ku 70. Lekin tez yuravergan, toki kameralar qo'ygandan keyin, cho'ntakka urishni boshlagandan keyin pastroq yurishni boshladi. Ya'ni aksariyat xalqimizdagi insonlarni jazolab faqat tartibga solsa bo'ladi demoqchisizda, to'g'rimi? Jazo chorasi kuchga kirmaguncha ishlamas ekanda qonun ba'zan bizda shunaqa. Mana bizda deputatlar Avstriyaga borganida gaplashyapti. Avstriyada qaysidir Venamida o'sha shaharda shaharni tashqi qiyofasini o'zgartirmaslik uchun, arxitekturani saqlab qolish uchun odamlar uylarini munitsipal o'zini shu hokimiyatdan ruxsat olmasdan turib fasadni o'zgartira olmas ekanda, buni qonun qabul qildi-da. Yevropada ko'p davlatlar shunaqa. Keyin shuni deputatlar aytib beradi, biz shunaqa qonun qabul qildik, mana endi odamlar shu fasadni o'zgartirmaydi, tarixiylikni saqlab qoladi deb biznikilar so'rayapti. Xo'p, shunga amal qilmasdan o'zgartirib qo'ysa nima bo'ladi deb. U avstriyaliklar tushunmayapti. Biz qonun qabul qildik. Buni o'zgartirmaslik bo'yicha desa, biznikilar, xo'p, tushundim, qonun qabul qilsam, unga rioya qilmasdan o'zgartirib qo'ysa nima jazo beriladi desa, u yoqdagi deputatlar biz sizlarni tushunmayapmiz savolinglarga deyapti. Ya'ni qonun paydo qilib, jazosini paydo qilmaganmi baribir? Ya'ni ularda qonun qabul qilgandan keyin uni buzish degan tushuncha yo'q. Qanday uni buzish mumkin degan tasavvur bilan gapirib beryapti. Biznikilar biz o'rganganmizki, tabiiy ravishda toki
o'sha qonunni buzganlik uchun jazo choralari chiqarilmaguncha u qonun ishlamaydi. Odamlar buzaveradi, qo'pol aytganda. Men bir chuqur o'ylab ko'raman-da bir narsani. Nima sabab ekan bo'lmasa shu narsaga bizda agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa degan fikrga kelyapman. Suv qo'yib qo'yibdimi? Yo'l ana bunday belgi qo'yib qo'yish kerak deb turaman. Bu to'xtab qolganmikan? Buzilganda nimadir bo'lgan. Bunday o'zi belgisi bo'ladi, shu kerak bunday uchburchak, shuni qo'ymasdan suv qo'yib qo'y. Shu asosiy meni ham bozorlarga tushmashimdan bo'lgan sabab tartibsizlik ko'p joyda. Nafaqat yo'llarda, balkim bozor ichida ham bu holatlar ko'p kuzatiladi. Mana akamiz ham svetofordan o'ta solib to'xtatyapti. Qanday bu yerda to'xtashi mumkin? O'zi aka bu yoqqa qanaqa qilib tushib qolgan degan savol. Men shuni ham hayronman. Qanday kelib osmondan kelib qolganmilar bu yoqqa deb. Ya'ni o'zimiz ham nafaqat haydovchilar, balkim yo'lovchilar ham qonun buzilishiga sharoit yaratib beradi. To'g'ri. Yo'lovchilik madaniyati ham past. Ariq o'ng tomon to'la chiqindilar. Yig'ib tashlaydi. Turkiyada shunaqa holat bo'lgan. Menda avtobusda umuman boshqa joyga ketib qoldik-da biz. Uzoq yuradigan avtobus ekan. Keyin men unga aytaman, "Mani shu yerda tushirib qoldirdi, men shu yerdan ketaman" dedi. "Qanaqa bo'lyapti? Bu yerda mashina senga to'xtamaydi" deyapti. "Nimaga to'xtamaydi? Qo'limni ko'taraman yoki Uber chaqiraman, to'xtaydi" desam, "Bu yerda to'xtash degan narsa yo'q yo'lda" deyapti. Anaqa trassali uzoq yo'llarni to'tdi-da. "Bu yerda hamma faqat ketadi" deyapti. Shuning uchun tirbandlik ham yo'q-da. Ha, shunaqa. To'xtash yo'q deyapti bu yerda. Mana bu yerda ko'ryapsiz, qarang ana. To'xtash belgisi yo'q-da mana bu yerda ana. Qarang, bir qator mashinalar to'lib turibdi. Agar mana bitta son. Imini mana shu yerda yo'q ekanda. Bir pasda qolganlarida borda ochiq. Bu yerda menimcha yo'l ochish yordam bermaydi, to'g'rimi? Yo'q. Parkovkani ko'paytirish, odamlar ham taqiqlangan belgida turib taksi to'xtatib turibdi. Qarashingiz. Odamlarning o'zi bu yoqqa qanaqa tushib qolgan? Ha, o'zlari. Lekin mana o'ylanmaganda, xo'p, mana shuncha to'xtash mumkin emas belgilarini qo'yib beryapsizlar. Qatdan to'xtatsin. Ya shuni aytyapman. Qatdan to'xtatsin odamlar hozir. Kerak odamlar variant kerak. Men shuni aytyapman. Majburlikdan buzib qo'yapti. Mana ko'ryapsan, o'ngga mana to'xtash taqiqlangan belgi. To'la mashina turibdi. Yerda GAI xodimi ham nima qilishini bilmayapti. Yuribdi. To'g'ri, belgi turibdi, belgini tagida u odamlar yig'ilib turibdi. Iloji yo'q. Xodim ham iloji yo'q. Yo, bilmadim endi, chora ko'ryaptimikan. Mana bular mumkin emas-da aslida to'liq. Lekin mana Bir tomondan chora ko'rish ham noto'g'ri-da, anaqa joylarda. Aniq mantiq yo'q joylarda. yo balki belgini olib tashlash kerakdir undan, mantiqsiz turibdi-ku. Hozir istalgan vaqtda kelib jarima qo'lga yuborishi mumkin-da. O'shada. Uni kayfiyatiga qarab bo'lib qoladi. Kayfiyatiga qarab bo'lib qoladi-da bu narsa. Odam yoqmasa, mana shu suiiste'mollik, korrupsiyaga shu narsalar olib keladi-da. Shunaqa. Bundan aylanib shuni Toshkent viloyatiga kirib kelish kerak ekan. Endi boshqa iloji yo'q, Toshkent viloyatiga kiramiz. Ayrim holatlarda mantiq ichki ishlar xodimlari ruxsat berardi. Taqiqlovchi belgidan keyin savdo nuqtasi qilib qo'yilganda, mana shu yerda 100% iloji yo'q-da, mana savdo nuqtasi bor-ku. Ular ham menimcha shu nalog to'lab, soliq to'lab ishlayapti, lekin taqiqlovchi belgilari yo'q. Kamida bir qismini beryapti kerak odamga. Shuda endi hozir bu. O'sha odam hech bo'lmaganda sharoit qo'ymaganda. Shuni aytaman-da, taqiqlovchi belgidan keyin savdo qilyapti. Mashina majbur ko'rga to'xtab nimadir olaman desa, yozadi ana shtraf-ku. Menimcha xodimlarning o'zi ham mana shunaqa bo'lsa kerak. Hozir biz yurimiz-ku, bu mantiqsiz, u mantiqsiz. Ular ham bir kelganda, xo'p, mana shu ishlarimiz mantiqsiz, lekin nima qilaylik degan savolga javob topish olmasa kerak. Balki Biz endi nima qilishimiz kerak ekan hozir deb. mana bu yerdan burilib olishni yopib tashlab. Siz aytganingizdek, bu yoqqa o'zini sohasini professionallarini chet eldan kerak bo'lsa taklif qilib, tartibga solish kerak va hammaga qulay bo'lish kerak shu bilan birga. Ham sotuvchiga, ham yo'lovchiga, ham haydovchiga. Menga juda ham zo'r yoqdi. Misol uchun bilasizmi, Xalqlar do'stligi taraflarda, boshqa o'sha markaziy ko'chalarimizda turklar o'zini anaqasini qo'lladi-ku. Ha, yo'llari. O'sha yo'l to'silib sal noqulayga o'xshaganida boshda keyin juda ya'ni odamlar o'rgana olmagan edi-da, boshida keyin juda zo'r yechim bo'lgan, juda zo'r yechim bo'lgan ekan. Ana kallani ishlatib qilganda, mana shunaqa narsani pulini to'lab bo'lsa ham Abu Zahi va Bekbarakaga o'xshagan joylarga tashlash kerak deb o'ylayman. Albatta. Shunaqa yechim kerak. Mana shu joylarga ham kerak-da. Chunki turklar bozor nimaligini bizdan yaxshi biladi. U bozorda qanaqa muammolar yo'lda bo'lishi mumkinligini ham bizdan yaxshi biladi. Ularga dunyo bozorlari bor ularda. Shuning uchun ular men o'ylaymanki bu muammoni hal qilib berisha oladi. Soqqasini to'lasa bo'ldi.
Chunki hozir men ham muammolarni ko'ryapman-da, lekin aniq bir yechim berish uchun men bu sohani professionali bo'lishim kerak-da. Biz endi kuzatyapmiz-da, Shunaqa. o'zimiz fikrimizni aytyapmiz. Shunaqa, o'sha muammoga qarab ahamiyat berib, kerak bo'lsa o'sha professionallarni jalb qilishligi uchun. Bu odamlar qanday qilib bitga o'tib qoldi ekan endi? Ular narigi betga o'tmoqchi ekan. Qani shu yerda ko'ryapsizmi piyodalar chizig'ini? Yo'q. Yo'q-da. Bular ham nima qilishni bilmayapti. Ya'ni mantiqsizlik hamma yoqda bor-da. Bularni ham bir urush beraman desangiz yetadi, qayerdan o'tdi deydi. Men bir xil payt lekin bor bo'lsa borku, erinmasdan kelib urush beraman bir xil payt. Mana shu chiqindi tashlaydiganlarni orqasidan quvib yetib borib ol endi deb aytardimda. Ayniqsa bu narsa qachon paydo bo'lgan? Meni oldimga misol uchun yo'l qoidasini buzib kelayotgan odamni ko'ryapman-da, rasmga tushish uchun yoki nimadir uchun men aytaman. Nimaga unaqa qildingiz deyman? Mana bu yoqdan o'tib kelsangiz bo'lardi-ku, mana 50 metr, 100 metrlik joy bo'lsa agar. Mana ko'rinib turibdi shundoq deb. Ahamiyat bermayman-da deydi. Shunaqa bu Toshkentni qizil joylaridan biri deng shunaqa. Ha, eng ko'p. Men aytaman, haydovchilarimiz kundan kunga yaxshi bo'lib ketyapti. Pоворot yoqadigan bo'lsangiz yo'l berishni sekin o'rganishyapti. Oldin men shu narsaga ko'p jahl qilib yurardim. Balkim shunaqa internetda chiqib gapirilishini ham foydasi bordir-da shunaqa narsalardan. Shu foydasi bo'ladi. Anaqa haydovchilik guvohnomasini olayotganda imtihonda pul to'laganmisiz? Porami? Yoki majbur qilishganmi shu narsaga? Endi bizlar olganimizga ancha yillar bo'lib ketdi. Hozir rostini aytadigan bo'lsam, menga jinoyat ishi qo'zg'ab, qamashlarga to'g'ri kelishi mumkin. Nafaqat men, boshqalarni ham. Shunaqa. Ayta olmayman. O'sha paytlari demoqchiman, juda kuchli rivojlangan edi bunaqa narsalar. Hozir Toshkentda ozgina tartibga tushdi, lekin toshkentliklar ya'ni o'ylab chiqilmadi. Oxirgacha toshkentliklar viloyatlarda topshirishni boshladi. Soqqasini berib. Biz men o'sha haydovchilik guvohnomasini olgan vaqtlarimda testdan o'tasanmi, o'tmaysanmi, farqi yo'q, baribir. Pulini berasan edi. Talablar bor edi, Qo'shtunoq ichidagi. Menda ham shunga o'xshash holat bo'lganda, men urushganman, men aytganman, qanaqasiga deyman, men nimaga shuncha o'qidim bo'lmasa deyman. Men ham qattiq jahlim chiqdi. Qarasam, mana deb 30 ta bolami, qanchadir o'qib bir guruh bo'lsak, hammaga og'irlik tushyapti-da. Menga keyin bittasi aytgan, qara degan. Hozir topshira olmaysan-ku degan. Sen bilan keyin hech kim gaplashmaydi degan. Men topshiraman, ko'rasiz deganman, xudo xolasa 3 minutda chiqib kelganman imtihondan. Chunki men ani berilib o'qidim-da va mendan so'rab qolsa, men hayron bo'lib qoldim. Necha yil bo'ldi olganingizga? 2017-yil olganman. Yaqinda olgan ekansiz. Men o'ylaymanki, ko'chadan bu kimdir odam o'shanda men pravaga topshirayotgan paytim, ya'ni haydovchilik guvohnomasiga kelib anaqa qilgan. Gapirishni boshlagan mana shunaqa narsalarni. Bilan tanishib bo'lganmi yo'qmi bilmayman. Chunki o'zi unaqa narsalarni gapirmagan, hech qaysi xodim formatdagi odam gapirmagan unaqa narsani hech qachon. Lekin oldinga qaraganda shu masalani Toshkentda aynan yaxshilashdi ancha. Sezildi bu narsa. Odamlar bilimi bilan topshirish kerak degan narsaga yopishib qoldi, lekin ani ikkinchi imtihonni ko'plamanga hozir murojaat qilib yozyapti, topshirish qimmat bo'lib ketdi borgan sari deb. Mana bu yerda ham taqiqlovchi belgini tagida to'liq to'xtatib qo'yilgan. Ko'ryapsiz. O'ng yuring? Yo'q, biz bu yoqqa ketamiz. Umuman aytyapman-da, taqiqlovchi belgini tagida bular turibdi, gaplar. Xodim ham turibdi. Yo ilojsizlik, yo bilmadim yana nima. Tushunarli, demak, eng mantiqdan uzoq joylardan biri Toshkentda shu ekan. Bu yer juda mantiqdan uzoq bo'lgan joy. Lekin Toshkentga kirib kelaverish, bu yer juda ko'zga tashlanadi-da. Men yaqinda piyoda yurishga sekin o'tyapman-ku. Shunga endi haydovchi ko'rinishida emas, balkim piyoda ko'rinishida yo'l harakatida o'zi umuman avtobus, metro va shunga o'xshash narsalardagi bo'lgan noqulaylikka ahamiyat bermoqchiman-da. Bu yerda ham juda mo'l ko'l ekan. Bu yerda belgi yo'q edi lekin men adashmasam. Yo'q, bu yerda yo'q. Mana bu yog'iga bor. Bu yog'iga bor oldinda, undan keyin mumkin emas degan. Mana bu yerdan mumkin emas razvorat qilish, lekin baribir burilishadi, ko'ryapsiz. Bu shunda ani faqat sari o'tiradigan svetoformi bu? Bu bilmayman, svetofor buzib qolish shekilli. Lekin Toshkentning yashili chiroyli. Aynan men ko'p viloyatlarga borganman, Toshkent yashilroq deydi, qanaqadir. Siz Termizga ham borib ko'ring bitta. Yashilmi o'tam? Men hayron qolaman. Eng issiq hududimiz. Lekin eng ko'p o'sha daraxtzor yashillik saqlab qolgan hududlardan. Termiz ayniqsa. Botanika bog'iga umrimda birinchi marta bordim, bir hafta oldin. Undan bormadingiz? Bormagan ekanman. Hayvonot bog'iga maktabdan olib kelishgan, keyin oilam bir ikki marta keyin botanika bog'iga kelmagan ekanman.
keldim. Voy, shunaqa zo'r joy ekan dedim. Men bu yerda o'zimga ofis qilib olishim kerak ekan dedim. Ay, qo'yversin ko'pchilik. Belgi yaxshi, lekin inson zoti baribir shunaqa sharoitdan kelib chiqadi hamma joyda. Mana o'rab qo'yib shuncha daraxt bor ekan. Kesib olmaydimi? Shunga qarashimiz kerak ekan. Odamlar baribir to'xturganini hisobiga bular yetib kelmayaptimi deb yana qo'yishgandir, lekin tushunishmayotgandir balkim. Sharoit yaratishimiz kerakdir. Bekorga to'xtab yotmayapti-ku baribir degan narsada aynan mana shunaqa joylarda demoqchiman. Siz aytganingizdek imkon bor joylarda to'liq haydovchi aybdor. Yo'q, hozir qarang. Mana shu belgi keyingi belgi oralig'ini qarang-da. Bu yer o'tish yo'li bo'lsa, bunga shundoq ham mumkin to'xtolmaydi-ku bu yerga. Bu belgini nima qiladi isrof? Buni olingiz. Mana bu bilan buni oralig'i. Bu bilan bundan keyingina ham oralig'i xuddi shunaqa. Mana bu yerga ostanovkaga ham zapret qo'yib qo'yibdi. Bu avtobus ham to'xtolmaydi-ku. Mana ko'rasizmi, 5 dan 6 ta ketma ketagan. 1, 2. Mashitda o'zidan. Nima deb o'ylaysiz? Balkim davlat budjetiga shunaqa narsalar bir 10-chi, 20-chi, 30-chi o'rinda turgani uchun haligacha ham qaralmas shunaqa narsalarga. Bu Lekin bu odamning hayotiga xavf-da baribir. to'ppa-to'g'ri. Inson eng ulug' narsa-ku, to'g'rimi anaqada? Albatta. Oladigan bo'lsa, qonun oladigan Yo'llardagi bo'lsa. hamma joylashuv belgilarni inventarizatsiya qilish kerak-da. Eng qizig'i yo'l bo'yiga narsa qurishga, do'kon, bino qurishga ruxsat berilyapti, lekin mashina to'xtashga imkoniyat yo'q. Stoyankasi yo'q uni, shuni hisobga olmayapti. 16-chi bolnitsani ham oldida shunaqa. Evislar boshqalar tushganda, lekin o'tga anaqa avtobusni anaqasi deb yo'li deb ko'rsatib qo'ygan. Odamlar o'sha yerga to'xtaydi. Avtobusga ham noqulaylik bu. Ya'ni qaysidir hokim baribir ruxsat bergan-ku uni, keyingisiga bu noqonuniy deydi. Ya'ni bu masalada yagona yondashuv kerak-da. Xuddi domlarni tagiga anaqa qurilayotgandek, ko'p qavatli uylarning tagiga magazinlar, do'konlar qurilayotgandek, kimdir ruxsat bergan, qaysidir hokim indamagan. Ostanovka bekat, ana do'kon bekatlariga ruxsat berishuvdi, hamma olib qurdi, pul rasxod qilib, pul ishlatib. Mana endi hozir yangi rahbariyat kelyapti, hokimlar, ular bu noqonuniy deyapti, uni buzdiryapti. Bir vaqtda shu davlatga hokimga ishonib kimdir sotib olib qurgan shuni qonuniy deb. Nima deb o'ylaysiz? O'tirib planlashtirish yo'qmi? Uzoq yillik planlashtirishlar. Ya'ni bunaqa ishlar ayrim shaxslarning xohishiga qarab qolyapti-da. Bu xohish, uni xohlagani, davlat xohlagani degani emas-da. Yagona bir xil yondashuv bo'lishi shart. 1000 marta rahbarlar o'zgarganda ham qonun o'sha qoladigan qat'iy bo'lib turaverish kerak. Odamlarni qonunni buzishga ham shu narsalar majbur qiladi. Mana qarang. Eng katta mantiqsiz ana yo'l belgisini qarang. Mana tur. Ana u bekat undan keyin. Ostanovka bekatda. U taqiqlovchi belgi qo'yib qo'yibdi. U yerga hatto endi avtobus ham to'xtolmaydi. Mana buni qarang. Mana odamlar mana avtobusni marshrutga kutib o'tiribdi mana bu yerda. Bu yerga qanday to'xtaydi? Endi avtobuslar menimcha Yo, o'zi ham biladi. ham mumkin emas aslida. Yo, o'zi ham biladi, menga mumkin qolganligi mumkin emas degan ma'noda qo'yilgan, lekin mantiqsiz siz aytganingizdek. O'zi bekatlarga qo'yilmasmi to'xtash mumkin emas bo'lgan belgi? Yo, u to'xtab ketish mumkin emas degan belgi bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa avtobus belgisi bo'ladi. Bu faqat shu avtobuslar to'xtaydi-da, qolgani to'xtamaydi. Shunaqa belgi qo'yish kerak edi demoqchisizda. Mana belgini ham tagida to'liq noto'g'ri. Mana avtobus belgisi turibdi-ku. Mana bu yerda avtobus to'xtash mumkinligi ko'rsatilyapti-da. Avtobusga mumkin. Qolganlarga emas. Palapartish demoqchisizda. To'liq palapartish. Belgilarni qo'yishda bunday mantiq bilan ham yondashmayapti-da. Shunaqa gaplar. Endi bu hozir bugun aylangan joyimiz Toshkentga kirib kelishida bu. Bozor atrofi eng ko'p betartibli bo'ladigan joylardan bittasi. Ko'pchilik keladi-da bu yerga. Bizda avtomobil yo'llar instituti bor, universitetmi? Shunaqa aynan mana shu yo'llar sohasida kadrlar tayyorlaydi-da. U yerda ilmiy ishlar ham qilishadi, yangiliklar. Mana shu yo'l belgilari bo'yicha shu olimlar jalb qilinmaydimi deb o'ylayman-da. O'zi juda ham ko'p muammolarni teg ildizida sababi korrupsiya bo'layotibdi hamma yoqda. Misol uchun mana oldingi imtihonlar haqida gaplashdik. Kadrlar tayyorlanish masalasida ham bu muammolar juda ko'p deb baribir. Va shuni hisobiga biza chet eldagi mutaxassislarga murojaat qilishimizga ko'p to'g'ri kelib qolishi mumkin bo'ladi. Balkim shu muammoni uzun kesin hal qila olganimizda yokida hal qilishga yaqinlashganimizda ozgina bo'lsa ham o'zidan o'zi ko'p sohalar rivojlanishi va ko'p kadrlar
haqiqiy qadrli etishni boshlashi mumkinmi deb o'ylayman. To'g'ri. Endi o'z-o'zidan yo'q qolmaydi-da. Men o'ylayman aytganimdek o'sha bir podkastda o'tirganimizda aytdim, bu yerda qattiqqo'llik kerak ozgina. Korrupsiya masalasida, Korrupsiya tenglik, masalasida. aniq qattiqqo'llik kerak. Laziga qoldirish kerak emasda. Boshqalarga mumkin. Sud haqiqiy adolatli bo'lishi kerak. Korrupsiya masalasini juda chuqur o'rganilishi kerak deb o'ylayman. Kimdir nima desa bo'ladi, ruschasiga aytadigan bo'lsak, podstava bo'lib ketmasligi uchun. Yo'q, o'tganda ko'rildi-ku, misol qanchadir milliard davlat pulini yeb talon-taroj qilib ham korrupsiya qilgan odam 5 yilga qamalyapti-da. 500 ming so'm pora olgan vrach ham 5 yilga qamalyapti. 2 yil oldin bo'lgan voqea edi, 1 yilmi? Shu har xil mantiqsizliklarni ko'rganimda, lekin Toshkentning yashilligi menga dam beradi miyamga ozgina. Oxirgi yillar ancha sal yashillik ko'paydi. O'zbekistonda. Janjal to'polonlardan keyinda. Yaxshi, bu yo'lda kurashayotgan har bir inson xudo xolasa to'g'ri yo'lda bo'ldi va ko'p narsalarga erishdi. Chunki bu juda ko'p narsada, nafaqat shunchaki chiroy. Men hayron qolaman, 2016-yili bundan mana 9 yil oldin bo'lyapti ekan. Xitoyning o'sha raisi bizga kelganda, O'zbekistonga parlamentga kelganda, bu Toshkentning yashilligini ko'rib hayron qolganini aytganda. Zo'r ekan debmi? Ha, Toshkent yashil shahar ekan. 2016da gap bo'lyapti o'sha paytda. Bahorda keluvmidi? Yozda keldi. Shunda biz parlamentda uchrashganda, shu taklif qilgandiki, O'zbekiston Xitoy bilan aynan yashillik borasida ishlasa bo'lar ekan. Yashil iqtisod yo'nalishida biz O'zbekistondan o'rganadigan tomonlarimiz bor ekan deb gapirgan. Endi hozir Xitoy bizdan shunchalik o'tib ketganki, yashillashtirish bo'yicha cho'llarda mana daraxtzor boqib tashlayapti hatto. Biz ulardan o'rganishimiz kerak-da. Qisqa 9 yil ichida shunaqa holat bo'ldi-da. Biz qolib ketib qoldik orqada. Xitoylar o'zi men o'ylayman, nimadir muammoga ahamiyat berishadigan bo'lsa, tez hal qilishadi unaqa muammolar. Ilgari Pekin shahrida faqat qora tutun bo'lganda havosida. Odamlar toza havodan nafas ololmay, maskada yurishgan niqobda. Hozir ham ahamiyat berishyapti u narsalarga. Hozir endi Pekin osmoni ochiq hozir, toza. Lekin qaysidir shahrida hali ham shunaqa kuchli muammo bor ekanda, Koreyaga yaqin bo'lgan shahrida. Koreyaliklar noliyotgan. Koreyada men ko'rgan edim, ko'chalarida anaqalar o'lcham ko'rsatadigan narsalar o'rnatib qo'yishgan, havoni o'lchamini. Chang darajasini o'lchab ko'rsatadigan va bunda ko'rsatib berishyapti-da, 100% Xitoy aybi deyishyapti bizga shunaqa holat bo'layotganini deb. Chunki bizda yo'q unaqa narsalar deyapti. Unaqa tutun chiqaradigan, unaqa havoni buzadigan narsalar. Lekin agar Xitoyga bu masala haqida gapirishadigan bo'lsa, ya'ni siyosatda yo'g'i. Yaponiyaning bo'ladigan asha tuzilmalari, yo'llari, o'zi umuman hamma narsasiga ahamiyat berganda mantiqsizlik topish qiyin-da. Yaponlar juda aqlli yondashadi. Hamma narsasi. Bu odamlarning kallasi 2 barobar yaxshiroq ishlaydimi degan savolni berib qolasiz-da. Aslida mehnatkash xalq keyin chin dildan yondashadi o'z ishiga. Arzimagan vazifa topshirilsa ham chin dildan qiladi, xuddiki bir dunyodagi eng muhim vazifalarni bajarayotganda. Hatto ko'chalaridagi, qurilishlaridagi, chetlarida, piyodalar o'tish joylaridagi bo'lgan holatlarni ko'raman, mayda narsalargacha ham o'ylanganda. Keyin birinchi marta ovoz chiqaradigan svetoforni ham o'tda ko'rgan edim. Anaqalar uchun, otini ko'z ojizlar uchun. Ko'z ojizlar ovoz chiqarib turadi. O'sha yerda ko'rgan edim o'sha narsani va yana bitta narsa ko'rdim, uni ham videoga olmadim. Bilasizmi, hozirgi yoshlar telefonga yopishib qolgan-ku. Mana shu anaqadan o'tayotganda ham, piyodalar o'tish joyidan o'tayotganda ham telefonga yopishib qo'yganda pastida qizil yoki yashilligini ko'rsatib turadigan qilib qo'ygan. Shunchalik endi ahamiyat berishgan, bir xil joylarda kerakdir, bir xil joylarda kerak emasdir, lekin qiyin-da, odam nima desa bo'ladi, xato qilib qo'yishi qiyin bo'ladigan sharoitga olib kelib qo'yishganda, sharoitlarni yaratib. Yo'l mana telefonni o'ynab turibdi-da, bittasi ko'rsatyapti, pastda qizil bo'lyapti yoki yashil bo'lyapti. Ya'niki men nima demoqchiman, qarang, odamlar qonunni buzishini bilsa ham, ularga sharoit yaratyapti. Buza olmasin iloji boricha deb, bilmasdan buzib qo'ymasin deb. Ya'ni anaqa bo'lishi mumkin edi-da, biz hamma sharoit qilib qo'ydik-da, sen baribir qarab o'tding, mana senga jarima deyishi mumkin edi, tushunmasizmi? Lekin yo'q. Nima, ya'ni maqsad jarima emas-da, maqsad iloji boricha qonunni buzmasligi, bilib bilmasdan bo'lsa ham.
Endi Yaponiyani bunga imkoniyatlar yetadi Ha, bu ham to'g'ri lekin. tomondan. Juda sifatli qiladi ishlarni. Men o'shanda bir xil joylarda savol berib qo'ygan edimda, mana bizda maqsad tartib saqlash bo'lsa, nimaga har bitta anaqadan bir podkastda ham gaplashuvdingizda bo'lsa, nimaga har bitta svetoforni yo'l chizig'ini bosganiga ham endi juda ham ko'p svetoforlarda kamera borda, lekin piyodalar o'tish joyida kamera yo'q. O'sha yerlarda ham DTPlar bo'lyapti-ku. To'g'ri. Agar maqsadimiz aynan yo'l xavfsizligi bo'lsa. Keyin Yaponiyada kamera yo'q. Endi u xalqni o'ziga ham bog'liq bu aytganimizdek. Kameralar lekin Kamda juda ham. ko'p emas, Ha. ko'rganman. Juda ham kam. Bu yerda yapon xalqi tartibga qattiq rioya qiladi. Shunaqa. Buzishni yomon ko'radi ular. Ko'p narsada xalq o'ziga ishonib qo'yishgan. Bu yoqqa o'ngga o'tib boramiz. O'rtog'im bilan ham kirganimda aytamizda Apple do'koniga kirdik. So'rayapti-da, endi qiziq uchun so'rayapti, biladi-da u. Mana shu hozir turibdi iPhone deyapti, mana shuni anaqasi ham yo'q-da, bilasizmi? Har bitta davlatga borganimda Apple do'konlarida orqasida ushlab turadigan magniti bo'ladi. Siz olib keta olmaysiz telefonni. U yerda bemalol olib ishlatib joyga qo'ysangiz bo'lyapti-da. Ya'ni chip yo'q hech qanaqa. Ishonganman, aytayapman. So'rab ko'rchi dedim, so'rab ko'rdi, nima bo'ladi hozir men shu telefonni olib chiqib ketsam, hech qanaqa qo'yib qo'ymabsizlar-ku boshqa davlatlarga o'xshab desa. Hech narsa bo'lmaydi, senga hech kim qarshilik ham qilmaydi deyapti-da. Ya'ni qonuniy sani yuzing bor, bo'ldi, o'sha orqali gaplashamiz faqat deyapti. Sani orqangdan kimdir yugurib, sen bilan urushib ham o'tirmaydi deyapti. Shuning uchun-da hozir Yaponiyani qamoqxonalarida eng ko'p o'zbekistonliklar bor-da. Yo'q. Ha. O'zi 6000 tachami umumiy o'zbekistonliklar bor ekan shu yerda, shunda ham yo 100 tadimi yo 200 tadan ortiqmi qamoqxonada bor. Hatto talabalar, qizlar bor. Shu telefon narsa o'g'irlab ketgan. Yoki nomiga olganda kredit qilib to'lamay yuribdi. Rassrochkaga olib. Yapon elchisi bilan gaplashganda ham shundan e'tiroz qilibdi. Biz yaxshi ko'ramiz sizlar, lekin shunaqa suiiste'mol qilayotganlar ko'p. Qo'rqib qolganmiz. Shundan kelib chiqib, Yapon magazinlari ham do'konlariga kameralar qo'yishni boshlabdi-da. Mana keldik. Bugungi kunimiz shunaqa o'tdi. Biz ko'p narsalarni ko'rdik, gaplashdik. Endi maqsadimiz buni bizni kuzatadigan shu o'zini mutaxassis mas'ullari ham bo'ladi. Katta ehtimol biz umid qilamiz. Hech bo'lmasa mana shu biz ko'rgan hududlardagi yo'l belgilarini mantiqsizlarni olib, keraklarni qoldirib, keyin odamlarga ham qulaylik yaratish ustida o'ylab ko'rsa yaxshi bo'lardi. Xohishimiz. Mukammal darajada qilishadigan bo'lsa, iloji bo'lsa, agar budjetdan shunga pul ajratiladigan bo'lsa, mutaxassislarni kuchlilarini taklif qilishligini baribir so'rab qo'ygan bo'lardi. Ha, albatta. Keyin boshlanish ishlari to'g'rilab olish uchun pul ham kerak emas. Mantiqsiz belgilarni to'g'rilash uchun. Ha, shunaqa. Shundan ishni boshlasa ham bo'ladi. Shunaqa oddiy narsalarni shunchaki ko'rib qara, shu narsa mantiqqa to'g'ri kelyaptimi, yo'qmi savol berib, o'zligi olib to'g'rilab demoqchisiz. To'g'ri. Hoji Akbar, sizga katta rahmat vaqt ajratganingizga. Sizga ham rahmat. Charchamang. Bunaqa loyihalarda yana siz bilan ko'rishamizni umid qilamiz. Vaqt ajratsangiz sog' bo'ling, charchamang. Salomat bo'ling. Katta rahmat. Rahmat sizga.